Ota-onam arzon, lekin sharoiti yaxshi bo'lgan kompaniyadan Umra safariga jo'natmoqchiman degan obunachilarimiz uchun Xudo xolisa aynan shu video sizlar uchun. Bugun Hikmat Travel ofisiga yetib kelganmiz. Rasmiy litsenziyaga ega bo'lgan kompaniya. Xudo xolisa ota-onalarni jo'natsalaring xijolat bo'lib qolmaydigan kompaniya yetib kelganmiz. Abdug'affor akani oldida biz sizlarga to'liq ma'lumotlar olib berishga harakat qilamiz. Videoda boshidan bizda yangi bo'lsalaring obuna bo'lib, bitta like bosib qo'ysalar, Xudo xolisa shunaqa videolar sizlarga har kuni yangi narxlarda chiqib turadi. Abdug'affor aka, assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom, rahmat. Assalomu alaykum hurmatli podpishchilar. Aka, bizni obunachilardan ko'pchilik ota-onamni Umra safariga jo'nataman dedi, lekin kompaniya tanlashda ko'pchilik o'ylanyapti. Bugun Xudo xolisa Hikmat Travelga yetib kelganmiz dedim. Aka, bitta shart-sharoitlarni tanishtiring, Xudo xolisa ota-onalarni yuborsin obunachilarimiz ham. Xo'p bo'ladi. Xo'p, sharoitlari gostinitsadan boshlaymiz bo'lmasa. Madina Munavvarada gostinitsamizning nomi Divan Al Hijra. Uzoqligi 200 metr gostinitsa. Xo'p, Makka Mukarramada Sama Al Misk gostinitsamizning nomi. Uzoqligi 800 metr. Zo'r. Bundan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati bu turimizni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari aeroportda 50 bosh xizmati Xudo xolisa billa borib billa keladi inshaalloh, iloji boricha. Bundan tashqari firmamiz tomonidan beriladigan narsalar, so'mka beriladi, kamzil beriladi va bejik beriladi. Keyin vizalarni qo'llariga chiqarib beramiz inshaalloh. Bundan tashqari qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida beriladi. Yana bitta bonus tariqasida Xudo xolisa qo'shib beriladi. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Qachonga reyslar bor deganlar uchun ham reyslarimiz iyul-avgust oyiga reyslarimiz уже ochilgan. Hozir iyul oyini Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha qo'yilgan reyslarning kunlarini aytib o'tamiz. Xo'p, Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha 6-iyul, 9-iyul, 13, 16, 20, 23, 27, 30-iyul kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Xo'p, buni narxini $995 qilib beramiz. Toshkent Jidda primoy reysimiz narxini. To'g'ridan to'g'ri bor. To'g'ridan to'g'ri reys. Xo'p, yo'q, men vodiydan boraman deydiganlar uchun Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha reysimiz qo'yilgan. Bunga ham iyul-avgust oyiga reyslarimiz ochilgan. Bularda iyul oyini chislovlari xo'p 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 va 31-iyul kunlariga reyslarimiz qo'yilgan. Buni narxini $1025 qilib beramiz podpishchilarimizga. Bemalol aloqaga chiqinglar. Agar ko'pchilik bo'lib boradigan bo'lsalaring, bundan ham sal yo'lda qilib beramiz. Bor yana. Skidka qilib beramiz. Skidkalari bor. Xudo xolasa aytib o'tganimizdek, ko'pchilik bo'lib boradiganlar bo'ladigan bo'lsa, qarindoshlar borgisi keladi, aka-ukalar borgisi keladi, o'rtoqlar bilan boramiz deb niyat qilib turganlar bo'ladigan bo'lsa, Xudo xolasa aloqaga chiqsalaring, chiroyli qilib yana skidkalar bilan qilib beriladi. Aytilgan narxlardan xohlasalaring Toshkentdan uchib ketsalaring bo'ladi, yo'q menga vodiy yaqin deydigan bo'lsalaring, vodiydan ham uchib ketsalaring bo'ladi. Inshaalloh. Qo'shni Tojikistondan kuzatayotganlar ham aloqaga chiqsa bo'ladi. Bemalol Tojikiston, Qirg'iziston aloqaga chiqaveringlar. Xudo xolasa iloji bo'lsa o'zimiz kutib olib, o'zimiz kuzatib boramiz. Unaqa xizmatlar ham bor, Xudo xolasa. O'zlari Xudo xolasa kutib olishadi. Toshkentdan uchamiz deganlarga Toshkentda, Farg'onadan uchamiz deganlarga Xudo xolasa Farg'onada kutib olinadi. Shunaqa Xudo xolasa qulayliklari bor. Pastda Abdug'affor aka nomerlarini qo'yib qo'yapmiz. Bemalol telefon qilsalaring bo'ladi. Ofisga borib to'lov qilaman deganlar uchun aka qayerlarda endi ofislarimiz bor? To'lov yo'nalishlari xo'p, xohlasa kelib ofisga to'lov qilsin, xohlasa onlayn to'lov qilsa ham bo'ladi. Xo'p, ofisga kelamiz deydiganlar uchun respublikamizning 3 ta viloyatda ofislarimiz bor. Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Bundan tashqari mana shu nomerlarimizda Telegram bor. Telegram orqali pasportlarni tashlasa, joylarni bron qilib qo'yamiz. Aeroportga borib uchib ketaveradi, Xudo xolasa. Bitta qizil pasportlarni tashlab bersa bo'ladi, Xudo xolasa. Bo'ldi, mana gap yo'q. Pastda nomerlar turibdi, o'sha Abdug'affor aka nomerlari. Agar bu videoda qanaqadir savollaring bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilsalaring, Xudo xolasa erinmasdan sizlarga chiroyli ma'lumotlarni berishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.